Assalomu alaykum. Men davlat ishida ishlayman. Yaqinda YTT ochdim. Endi menga soliqdan pensionni ikki tarafdan undirilyapti. Ishxonadan ham pensionni o'tadi, YTTni solig'idan ham pensionni undiryapti. Shu to'g'rimi? Do'stlar, zo'r savollar kelyapti. Buni javobi aniq ko'rsanib turibdi. Masalan, mana bu YTT siz ochgansiz. Buni alohida solig'ini to'laysiz. Bu tomonda siz o'zingizni daromad solig'ingizni to'layapsiz. Har oyda 12% ishxonangizni hisobingizga olib qoladi va sizning nomingizdan to'lab beradi. Ikki tarafdan ham sizni o'sha ertaga pensiya olishingiz kerak bo'lgan to'lovlar, xudo xolasa, yaxshi chiqishligi uchun xizmat qilyapti, do'stlar. O'sha joyga e'tiborli bo'laylik. Bu to'g'ri holat. Hech qanaqa nimasi yo'q. Yaxshi to'g'ri holat bo'lyapti bu yerda. Va siz endi YTTni o'sha ijtimoiy soliq 412 ming so'm va aylanmadan olingan soliq 1% to'lab ketaverasiz, xudo xolasa. Bizni o'tkazib yubormang, do'stlar. Videolarga like bosing. Savolingizga javob shu, do'stlar. Rahmat.